Hozir ilk uchrashuv ko'rsatuvda Obidjonni ko'rib qoldim. Obidjon juda ham komik aktyor, juda ham vaynlari qiziqarli va ayniqsa ayol kishi bilan birga ayol obrazi, xotini bilan obrazi juda tanish. Obidjon, siz nima maslahat berasiz ayollar eri bilan janjal qilmasligi uchun, tinch yashash uchun nima tavsiya qilasiz erkak psixologman. Shuning uchun fikringiz qiziq. Men hozir maslahat bersam borki, hamma oila tinch bo'ladi, sizga non qolmay qoladi. Ruxsat, siz tilingizdan eshitmoqchiman. Meniki boshqacha. Yangichalar, opachalar, indamay pochchani, akani aytganini qing'izlar, mayli 1-2 marta har zaman piylangni urishsa ham, xo'p, bunday xo'p totasi o'lmagan. Xo'p deb qo'yingizlar, hamma cho'tki ketadi. Rahmat aytasizlar, charchamangizlar. Mana Obidjon Nasriddinov dedingiz-a? Obidjon Nasriddinovdan shaxsan ayollarga maslahat bo'ldi. Qabul qilinglar, chunki ko'p erkaklar faqat ayol kishini yonini olasiz deb aytishadi. O'shaning uchun mana erkak kishidan ham fikr oldik.